Obbo, mana odam yana ichib olibdi. Qanaqa odamsiz? Ya salom. Alaykum assalom. Assalomu alaykum deydi. Menga qarang. Ha. Yana ichib oldingizmi? Kim ichadi? Siz ichib olibsiz. Ya ko'p ichmadim, ichish. Bo'pti, o'tgan safar menga aytdingiz. Jigarim yog' bosdi, davolayman demoqchi edingiz-a? Davoladingizmi yo'qmi? Hech qanaqa tabletga dorilar ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmadimi? Zo'r joy topdim, men sizni davolayman. Boshqa ichmaydigan bo'lasiz. Men davolaysan. Zo'r bo'lagan doktormisan? Doktor emasman, tanishim bor. Yuring. Yo'q, doktor. Ukol qilsam ham bormayman. Respublikada bitta joy ekan. Bitta unaqa joy. Yuring, ketdik. Ha, biz olib borasan. Olib boraman, turing. Ukolsizmi? Ukolsiz. Jigarlarim shu yerda ekan, uka. Bu choyxona emas, bu aytgan joy. Nomi shunaqa, jigar markazi. Oh, doktorxona. Yaxshimisiz? Ashi bola boru. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Men aytgan odam mana shu, qarang. Muammosi, jigarini yog' bosgan. Jigarim yog' bosgan. Ortiqcha semirib ketgan. Semirib ketdi. Ha. Juda ko'p davolandi, foydasi bo'lmadi. Bu ham ko'payib ketdi-da. Endi ichib chop turamiz. Emas, pastoyanniy shu. Gap yo'q. Ovqatni ham hazm qilmaydi oshqozon. Biz xalqqa beramiz. Kim bitta shart qo'ydi? Ukolsiz deyapti. Ukolsiz. Bizda ukol yo'q. Ukoldan qo'rqaman. Bizda kapinetsa yo'q. Bizda hammasi organik tabiiy mahsulotlar bilan. Hozir qarang. 10 kun bizda yotasiz. Biz sizga umumiy 30-35 kunga yetilgan mahsulot beramiz. 10 kunini bizda davolanasiz, qolganini uyda. Lecheniya tugagandan keyin kelasiz, bironta joyingizda o'zgarmasa, ozimasangiz, yaxshi bo'lmasangiz, pulingizni qaytarib beramiz. Oh, gap yo'q. Keyin bunda zalga borsam bo'laveradi. Ta'mi yaxshi ekanmi? Ta'mi zo'r ekan. Hamma mahsulotlarimiz ta'mi shunaqa. Mani qaqa olib ketyapsan hozir. Yotoqlarni ham bitta ko'ring o'zingiz. Mas'uliyat aka, bu 1 kishilik lyuks siz uchun xonamiz. Men uchunmi? Aynan siz uchun. Menga yoqdi. Televizor bor, xolodilnik bor, mahsulotlaringizni ham mana shunaqa qilib terib qo'yganmiz. Konditsioner bor, sanuzli ichida. Faqat yashaversangiz bo'ldi. Yashab beraman. Men mobodo ulpatim bilan kelib qolsam, qanaqa sharoit? Mana 2 kishilik xonamiz. Kelibdi ko'ringiz. Oh, Kimda jigarida yog', gepatos aniqlangan bo'lsa yoki hazm sistemasida muammo bo'lsa, o't dimlanishi deymizmi, ortiqcha vazndan aziyat chekayotgan bo'lsa, sog'lom ozigani tabiiy mahsulotlar bilan sog'lom bo'lmoqchi bo'layotganlar Jigar integrativ tibbiyot markaziga kelaveringlar. oh.